Namangan viloyati o'zining xushmanzara maskanlari bilan doimo sayyohlar e'tiborini tortib kelgan. Pop tumani ham Gullar shahrining ana shunday fusunkor hududlardan biri ekani ko'pchilikka ma'lum. Har qanday insonning tabiat mo'jizalaridan kayfiyati ko'tariladi, zavqlanadi. Kibriyo Abdullayeva ham o'zi istiqomat qilayotgan Guliston mahallasi bu manzilning go'zalliklaridan ilhomlanib tadbirkorlik faoliyatini boshladi. Oldiga yangi reja va maqsadlarni qo'ydi. Bugun mahallalarda prezidentimiz yaratib bergan yangicha tizim orqali faoliyat yuritayotgan 7lik, xususan mahallaga biriktirilgan bank xodimining taklifi, qo'llab-quvvatlashi uning qalbi tubidagi orzularni ro'yobga chiqishiga turtki bo'ldi. Samimiy, dildan chiqayotgan so'zlardan ham buni anglab olish qiyin emas. Eng avvalo men shunday go'zal vatanda tug'ilganimga shukr qilaman. Tabiatimiz juda ham go'zal. Yashayotgan manzilimizni qarang, chiroyliligini, insonga bir chiroyli kayfiyat beradi. Yangi maqsadlar sali undaydi. Aytmoqchimanki, men o'zim uy bekasiman. Oilamizda xo'jayinimdan boshqa hech kim ishlamasdi. Televizorlarda uyda o'tirgan ayollarni tadbirkorlik qilayotganlarini ko'rib, to'g'risi havasim kelardi. Mahallamizni bankiri xonadonimizga kirib, mana shunday dam olish maskani qilsangiz, imtiyozli kredit olishingizda yordam beraman deyishdi. To'g'risi juda ham xursand bo'ldim. O'tgan yil menga mana shunday kredit berishuvdi. Dam oluvchilarga soyni bo'yiga shiypon qildik. Bu yil o'tgan yilgi daromadimga ko'ra shiyponlarimni sonini 15 taga yetkazdim. O'zim ham ko'rib xursand bo'lib ketaman. Shunaqa loyihani men amalga oshirdimmi deb xursand bo'lib ketaman. Bu yil yozgi mavsumda 100 million so'mdan oshiq daromad qilishni reja qilib turibman. Birinchi o'rinda olgan kreditimni muddatdan oldin yopmoqchiman. Yana 1-2 yildan keyin kelsangiz bu yerni tanimay qolasiz. Mana shunday savobli ishlarni ortida turgan prezidentimizga ming rahmat aytaman. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, Namangan viloyatida 754 ta mahalla bo'lsa, shundan 34 ta mahalla Asaka bank xizmatlari markaziga biriktirilgan. Xonadonbay, mahallabay o'rganishlar davomida fuqarolarning imkoniyati, xohish istagidan kelib chiqib, asosiy e'tiborni belgilangan aniq chora-tadbirlar asosida ularning biznes savodxonligini oshirish, bandligini ta'minlash, daromadli qilish, tadbirkorlikka yo'naltirilayotgani kutilgan natijaga erishishda asos bo'lib xizmat qilmoqda. Men Pop tumanidagi Guliston va Shayxon mahallasiga biriktirilgan Asakabank mahalla bankiriman. Guliston mahalla fuqarolar yig'inida xatlov jarayonida 2345 ta aholi borligi, 62 ta kambag'al oila mavjudligi, 16 ta ishsiz yoshlar mavjudligi aniqlandi. Biz mahalla yettiligi bilan hamkorlikda bir xatlov jarayonlarini o'tkazib bo'lib, kambag'allikdan qisqartirish, daromadini ko'paytirish, ishsiz yoshlarni ishga joylashtirishni maqsad qilib oldik. 2025-yil 60 ta kambag'al oilamizni aniqlagan bo'lsak, shu 1 yil ichida kambag'al oilani 23 taga tushirdik. Ishsiz 16 nafar yoshlarimizni 3 nafarga tushirdik. Menga biriktirilgan Shayxon mahallasida esa 3410 ta aholi mavjud. Ulardan 79 nafari kambag'al oila hisoblanadi. 1 yil davomida 79 ta kambag'al oilani 30 taga tushirdik. Ishsiz yoshlarimizni 9 nafarini 2 nafarga tushirdik. 2026-yilda oldimizga qo'yilgan maqsadlarimiz aholini kambag'allik darajasidan umuman xoli hududga aylantirish, ishsiz yoshlarimiz borligini ta'minlab, daromadli qilish. Bu yilgi rejalarimiz sonini o'tgan yilgiga nisbatan 2 barobar ko'paytirishga harakat qilyapmiz. Saida Sardorova ham shu mahallada istiqomat qiladi. Bugun u oilasiga daromad kirayotgani, doimiy ish o'rniga ega bo'lganidan xursand. Asaka bank tomonidan unga moliyaviy ko'mak berilgani oiladagi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash barobarida yangi reja va maqsadlarni amalga oshirilishiga ham zamin yaratdi. Do'konimiz yo'l bo'yida, aholimiz gavjum, savdo ham shunga yarashib bo'lyapti. Uyda ishsiz edim, to'g'risini aytsam, ishlashni havas qilardim. Mana bugun endi o'zim ish o'rnimga egaman. O'tgan yili 17 million so'm Asaka bankdan imtiyozli kredit olib, mana shu do'konni yuritdik. Ozmoz o'zimizning mablag'imizni ham yig'ib qo'yganimiz bor edi, shuni ham qo'shdik. Yoz mavsumida bir oyda 10 million so'mdan ko'p mablag' topamiz. Xo'jayinim ham ishlaydilar. Bu yerdan topgan daromadimiz ro'zg'or tebratishga bemalol yetyapti. To'g'risi juda ham xursandman. Ijodiy guruh bilan navbatdagi manzilimiz G'urumsaroy mahallasi bo'ldi. Shu mahallada yashovchi Oxunjon Rahmatjonov o'z xonadonida zamonaviy eshik derazalarni tayyorlashni yo'lga qo'ygan. Oilaviy biznesni davom ettirish, rivojlantirish uchun yosh tadbirkorga sarmoya kerak bo'ldi. Mahallaga biriktirilgan bank xodimi o'rganishlar davomida uning xonadonida bo'lganida o'z taklifi, kelgusi rejalarini aytdi. Hamkorlikdagi harakat esa guvohi bo'layotganingizdek o'zining ijobiy samarasini berdi. O'tgan 2020-yil Asaka bankdan kredit oldik. Apparatni olib, yana ishni boshladik. Oldin bizga buni birovnikiga borib yig'ib turib, tashqisini uyga yig'aygan bo'lsak qo'yadi. Bizga foyda qolmasdi.
Endi shuning uchun men Asaka Bankdan kredit olib, shu apparatni olib qo'ydim. Qo'yib, mana hozir foydasi yaxshi, Xudoga shukr, oilaviy. Sir bo'lmasa oyiga qancha daromad qilyapsiz? 10 million, 15 million atrofida daromad qilyapti oilaviy. 4 nafar shogirdim bor. Mustaqil ham yasha oladi. Aytmoqchimanki, bular ham mustaqil tadbirkorlik boshlay oladi sekin-asta. Tumandagi Toshqo'rg'on mahallasi, yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, vodiyni poytaxt bilan bog'lovchi katta yo'l yoqasida joylashgan mana bu binoda hunarmand Davron Azizov tomonidan asosan oshxonalar uchun stul tayyorlanib, respublikamizning turli viloyatlariga buyurtma asosida mijozlarga yetkazib berilmoqda. Tadbirkorning hunarmandchilik borasida o'ziga yarasha tajribasi borligi, yetarli mablag', qisqa fursatda rejalarni amalga oshishi, kutilganidek sof foyda ko'rishiga xizmat qildi. Yangi O'zbekistonda niyat qilsa hamma reja amalga oshadi. Hozirgi kunda biz tadbirkorlik faoliyatini boshladik. Mana oldinlari qiynalardik sarmoya kiritishga. Biz oilaviy hunarmand edik. Shu hunarimizni rivojlantirishga sarmoya kerak edi. Mahalla bank xodimi taklifi bilan mana bizga imtiyozli kreditlar berishdi. Mana hozirgi kunda biz mana shu O'zbekiston bo'yicha mana hozirgi kunda Tojikistonlarga eksport qilyapmiz. O'zbekiston bo'yicha Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro, Xorazmlargacha, Qoraqalpog'istongacha biz mana shu mahsulotlarimizni ishlab chiqarib, jo'natib, xursand qilyapmiz. 7 xil, 8 xil stol ustul ishlab chiqaramiz. Yosh bolalar uchun belanchaklar ishlab chiqaramiz, kachaliklar ishlab chiqaramiz va katta kachaliklar ham ishlab chiqaramiz. 8 ta 10 ta ishchi olib, shularni ish bilan ta'minlashga xudo xolasa niyatimiz bor. Hozir bu yerda oilaviy bandmiz. Sarmoya olganimizga 7 oy, 8 oy bo'lgan bo'lsa-da, buyurtmachilarimizni ko'pligini hisobiga daromadimiz ham yaxshi bo'lyapti. Ishimiz rivojlanyapti. 10 million so'mdan har oy 15 million so'mgacha daromad qilamiz. Biz hozir yana taklif berdik Asaka Bank xodimlariga. Yana shu imtiyozli kreditlarimizni olib, yana ham kengaytirib 50 ta 60 ta bo'lgan ish o'rinlarini yaratmoqchimiz. Pop tumanida joylashgan Toshqo'rg'on mahallasida 590 ta xonadon bo'lib, xonadonbay o'rganishlar davomida 45 nafar fuqaro ishsizligi aniqlandi. 1 yil ichida bularning 35 nafarini ish bilan ta'minladik. Ya'ni biznesga birinchi qadam dasturi asosida ularga kredit ajratib, o'z-o'zini band qilib, tadbirkorlikni yo'lga qo'ydik. 8-9 million so'm xonadoniga daromad olib kiryapti. 2026-yilning o'tgan davr mobaynida ham 8 ta loyihani amalga oshirib, 15 kishini ish bilan ta'minladik. O'tgan yili loyihalarni 40 ta qilgan bo'lsak, 2026-yilda bo'lsa uni 2 barobar, ya'ni bundan loyihalarni 100 taga yetkazamiz. Asosiy maqsadimiz ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, aholi bandiga ko'maklash. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, yangilanishlar jarayonida odamlarning bugunidan rozi qilish, farovon hayotini ta'minlash, ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlash ustuvor vazifalardan sanaladi. Asaka Bank Namangan bank xizmatlari markazi tomonidan viloyatda aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Birgina joriy yilning o'tgan davri mobaynida 3400 nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi. Ularni moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida bank tomonidan 68 milliard so'm imtiyozli kredit ajratildi. Joriy yil davomida ham bu borada samarali natijalarga erishish asosiy maqsad sanaladi.